Turkiyaning tinchligi buzildi. Turkiya saylovchilari ikkiga bo'lindi. Vaziyat kutilmaganda keskin tus olib, Istanbul hokimi Ekrem İmamoğlu prezidentlikka nomzod sifatida saylandi. Biz işin bu kısmıyla ilgiliydik. Ama ne zaman ki bir Cumhuriyet Halk Partililiği aşan milletin bir sonraki Cumhurbaşkanlığı için gönlünde olan Turkiyadagi so'nggi 5 kun Turkiya hukumati uchun sinovli kechdi. Bugun sizlar bilan Turkiyadagi ma'lum vaziyat haqida bir ayt O'zbekistonda suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Dunyo ommaviy axborot vositalarida 19 mart kuni Istanbul meri Ekrem İmamoğlu prezidentlikka nomzod bo'lishidan bir necha kun oldin majburiy tarzda hibsga olinganligi to'g'risidagi xabar yashin tezligida tarqaldi. Turkiyada prezidentlik saylovi bo'lishiga hali bir qancha vaqt bor edi. Ammo Turkiyaning muxolifatchilari prezidentlik saylovlari muddatidan oldin bo'lishini talab qilmoqda. Turkiyaning amaldagi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning asosiy raqibi etib Istanbul hokimi Ekrem İmamoğlu sifatida qaralayotgan edi. Ammo Ekrem İmamoğlu 19 mart kuni bir nechta jinoyatlar bilan ayblanib hibsga olindi. Bu esa Turkiya xalqining keng ko'lamli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning asosiy raqibi bo'lgan Istanbul meri Ekrem İmamoğlu korrupsiya va terrorchilik aloqalari bo'yicha tergov doirasida hibsga olindi. Prokuratura undan tashqari 100 kishini ham hibsga olganligini ma'lum qilgan. Gap shundaki, İmamoğlu 23 mart kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan Respublikachilar xalq partiyasining ichki saylovlarida prezidentlikka asosiy nomzod sifatida tanlanishi kutilayotgan edi. Turkiyada prezidentlik saylovlari 2028-yilda o'tishi rejalashtirilgan bo'lsa-da, muddatidan oldin saylov o'tkazilish ehtimoli kundan kunga yuqorilab bormoqda. Tergov jarayonida Ekrem İmamoğlu'ning bakalavr diplomi noqonuniy deb e'tirof etilib, uning oliy ma'lumotli darajasi olib qo'yildi. Buni esa respublikachilar Erdo'g'onning qo'rqoqligi deya atab, Ekrem İmamoğlu'ning oliy ma'lumotliligini qasddan bekor qilindi deb ta'kidlashdi. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tishimiz joizki, Turkiya qonunchiligida oliy ma'lumotli bo'lmagan shaxslar o'z nomzodlarini prezidentlikka ko'rsata olmaydi. Shu boisdan Turkiyada ommaviy mitinglar avj oldi. Turkiya Respublikasi Adliya vaziri bo'lsa 19 mart kuni rasmiy bayonot bilan dunyo ommaviy axborot vositalarini Turkiyaning ichki ishlariga aralashmasligini, Turkiyaning odil sudloviga ishonish kerakligini, bularning barchasi tashqi kuchlar ta'sirida Turkiyaning tinchligiga rahnamo solish maqsadida amalga oshirayotganligi to'g'risida rasmiy bayonot bilan chiqish qildi. Unda Turkiya xalqidan ommaviy mitinglarda qatnashmasligi so'raldi. Shunga qaramasdan Ekrem İmamoğlu tarafdorlari ommaviy chiqishlarni davom ettirishdi. Natijada mingdan ortiq miting ishtirokchilari qo'lga olindi. O'ndan ziyod politsiyachilar esa turli tan jarohatlari olishdi. Turkiyada vaziyat nazoratdan chiqa boshlagach 21 mart kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z xalqiga rasmiy bayonot bilan murojaat qildi. Erdo'g'onning so'zlariga ko'ra, davlat ko'cha terroriga taslim bo'lmaydi. Ular Turkiyani ko'chadan topib olmagan. Marginal guruhlarning ortidan ergashish, politsiyamizga hujum qilish, sudyalarimiz va prokurorlarimizga tahdid qilish, demokratiya va milliy iroda bilan o'ynash hamda noqonuniy va nodemokratik vositalarga murojaat qilish bilan bu mamlakatda hech narsaga erishib bo'lmaydi. Turkiya ko'chadan topib olingan davlat emas. Turkiya ko'cha terroriga taslim bo'lmaydi, dedi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on. Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. Uning so'zlariga ko'ra, mitinglarga chaqiriq bu umidsizlik yo'lidir. Ommaviy chiqishlar orqali korrupsiya va davlatga bo'lgan xiyonat yashirinmoqda, deya qo'shimcha qildi u.
Amaldagi hukumat taqiqlariga qaramasdan Ekrem Imomog'li prezidentlikka nomzod etib saylandi. Muxolifatdagi Xalq Respublikachilar partiyasining praymerizida qatnashgan 15 million fuqaroning 13 milliondan ortig'i hibsga olingan va lavozimidan chetlatilgan Istanbul hokimi Ekrem Imomog'lini qo'llab-quvvatladi. Shu sababli Turkiyaning muxolifatdagi Xalq Respublikachilar partiyasi yakshanba kuni 23-martda Istanbul meri Ekrem Imomog'lini mamlakat prezidenti lavozimiga nomzod sifatida ilgari surdi. U avvalroq hibsga olingan va o'z lavozimidan vaqtincha chetlatilgan edi. Xalq Respublikachilar partiyasi yetakchisi amaldagi prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onni Ekrem Imomog'li bilan raqobatlashishga va prezident saylovlarini qaytadan o'tkazishga chorladi. O'sha kuni muxolifatning 10 minglab tarafdorlari Istanbul hokimiyati oldida Ekrem Imomog'lini qo'llab-quvvatlab ommaviy mitinglar qilishdi. Yevropa Kengashi ham bu vaziyatga jimgina qarab turmadi. Yevropa Kengashi Ekrem Imomog'lini hibsga olinishini qoralab, uni zudlik bilan ozodlikka chiqarishni talab etishdi. Germaniya hukumati bo'lsa, Turkiyada demokratiya jiddiy orqaga ketayotganligini ta'kidladi va siyosiy raqobat sudyalar va qamoqxonalar orqali bosim ostida olib borilmasligi kerak deya rasmiy bayonot berdi. Xo'sh, ushbu holatlardan so'ng Turkiyada prezidentlik saylovlari muddatidan oldin amalga oshiriladimi yoki vaziyat qanday tus oladi? Shu kabi yangiliklarni Bright O'zbekistonda kuzatib boring.